Hammaga salom do'stlar. Bozorda o'zimizni aldab kelib turgan achchiq haqiqat haqida gaplashamiz. Misol uchun, ko'pchilikda bu sohada katta balans yo'q. Shuni hisobiga ko'pchilik prop kompaniyalardan imtihon sotib oladi, kattaroq balansga ega bo'lish uchun va juda ham ko'pchilik buni imtihondan yiqiladi, o'tolmaydi, to'g'rimi? O'sha holatda o'zimizni bitta yolg'onga ishontiramiz. Agarda menda real hisob raqam bo'lganida, bozorda stabilniy natija ko'rsatardim degan yolg'onga o'rtoqlar. Lekin realda ham, demoda ham savdo bozorda bir xil. Bunda emotsiya bo'ladi, faqatgina bunda emotsiya bo'lmaydi. Demak, o'rtoqlar, sizlar prop bo'ladimi, demomi farqi yo'q. Stabilniy imtihonini ko'tarolmadinglarmi, realda ham baribir stabilniy ko'tarolmaysizlar. Shu narsani tan olish kerak. Ya'ni hamma ayibni balansga to'nqiydi. Balansda emas, bilimda o'rtoqlar. Bilimlaring bo'lganda mana buni stabilniy ko'tarardilaring. Ko'pchilik misol uchun prop hisob raqamlarni tayyor imtihondan o'tilganini qimmat puliga sotib oladi, to'g'rimi? Va realda olgandan keyin ham borki, unda stabilniy natija ko'rsatolmaysizlar. Nima uchun? Baribir sliv qilasizlar. Agarda stabilniy natija ko'rsatadigan darajada bilimlaring bo'lganida, mana buni imtihonini stabilniy uzoqroq vaqt bo'lsa ham ko'tarardilaring. Tushunasizlar-da? Shuni hisobiga o'rtoqlar bitta narsani tan olish kerak. O'rtoqlar, balansda emas, bilimda. Shuni hisobiga qimmat pullaringga mana buni imtihondan o'tilgan real hisoblarni sotib olib o'tirmanglar. Undan ko'ra bilimni to'g'rilaylar, keyin buni imtihonini nima desa bo'ladi, o'zlaring mustaqil o'tasizlar va undan keyin real hisobda bemalol savdo qilaverasizlar.